Do'stlar, 66-masalani birinchisi xatoligi uchun 66ni ikkinchisidan davom etamiz. Aytyaptiki, dastlabki DNK molekulasi 780 ta vodorod bor. Dastlabki DNKni chizib olamiz. Dastlabki DNK bu adenin, timin, guanin, sitozin. Va mutatsiyaga uchrash natijasida keyingisida adenin va timin juftligi 50% ga ortdi, guanin va sitozin juftligi esa 16,67% ga kamaydi. Qarang, bu keyingi DNKmiz adenin, timin, guanin, sitozin mutatsiyadan keyingi holatda. Oldin adenin soni X, guanin soni Y edi. Bular ham shunaqa. Va keyingisida adenin 50% ga ortdi, adenin bilan timin degani 150% bo'lib qoldi yoki keling hozir mana shuni bo'pti 150 X qilib qo'yamiz. Va bu necha foizga kamaydi? 16 demak 100 dan ayiramiz. 16,67 ni 83,33% bo'lib qoldi Y holatda. Endi tenglama qilyapmiz. Adeninni demak 2 ta bog' bor, 3 ta bog' bor. Birinchi DNKdagi vodorod bog' 1300 tamidi? 780 ta uzr, 780 ta edi. Va keyingisida 810 ta bo'lgan, ortgan. Vodorod bog'. Demak, ikkalasi ham vodorod bog'iga tenglama qilamiz. Demak, bunda 2x plus 3y dastlabkisi 780 ta edi. Keyingisi faqat buni 100 ga bo'lib yuborgan holatda endi ko'paytiramiz. Ya'ni 1,5 x ni 2 ga ko'paytirsak 3x bo'lib qoladi. 100 ga bo'lib yuborsak 1,5 bo'ladi-yu. Plus endi bu 100 ga bo'lib yuborsak 0,83,3 bo'ladi. 833 bo'ladigan bo'lsa, buni 3 ga ko'paytirsak 2,5 y bo'lib qoladi. Teng 810. To'g'rimi? Ya'ni 100 ga bo'lib turib 3 ga ko'paytirsak 2,5 bo'lib qoladi. Ana endi tenglamani ishlashda 1,5 ga ko'paytirsak bo'ladimi hammasini? Masalan, buni ham. Sababi buni 2 ga bo'lsak 1,5. 1,5 ga ko'paytirsak 3x plus 4,5 y teng 780 edi. 780 ni 1,5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1170 bo'lib qoladi. Bizga bu qator kerak emas endi. Bular ketdi. 2y teng bo'ladi 360 ga. Y teng 180 ga. Demak, 180 ta guanin bor ekan. 180 ta o'z-o'zidan sitozin bo'lgan. X'imizni ham topib oladigan bo'lsak, 180 ni demak 3 ga ko'paytirib 780 dan ayirib 2 ga bo'lib yuborsak 120. X'imiz 120 kelib chiqadi. Demak, bular 120 bo'lgan. Bu ham 120 bo'lgan. Keyingi holaticha endi buni 180 ni ko'paytiramiz 0,833 ga 150. Demak, bular 150 bo'lgan. Keyinchalik kamaygani u foizga 16 necha. Shuni hisobdan 150 bo'lib qoldi. Farqichi? Bizdan so'rayotgan narsasi dastlabki va yangi hosil bo'lgan DNKdagi guaninlar farqi. Necha farq qiladi? Dastlab 180 ta edi, keyin 150 ta farqi 30 ga teng bo'lib qoladi. Va bu javobimiz B javobda turibdi ekan. 67-masalani birinchisiga o'tamiz. 67-masalani birinchisi. Ikkita DNKning bir bo'lagi EQR1, ikkinchi bo'lagi BAMH1,
restriktazi yordamida 22 bo'lakka bo'lindi. Dastlabki DNK bo'lagi va bo'laklarga bo'lingan DNKdagi vodorod bog'lar farqi 184 ta bo'lsa, guanin va sitozin o'rtasiga nechta vodorod bog' kesilgan? Bu masalani ishlashimiz uchun EQR1imiz nechta vodorod bog' kesadi degan savolga javobni biz jadval ko'rsatuvdik, yodlab olgan bo'lishingiz shart buni. 8 ta vodorod bog' kesadi bu va hammasi adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'. Va BAMH1 jami 10 ta vodorod bog' kesadi. O'shandan 6 tasi guanin va sitozin orasida, 4 tasi adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'. Buni albatta yodlab olgan bo'lishingiz kerak. Endi qarang. DNK bo'lagi 22 bo'lakka bo'lib tashadi degani, biz hozir bundan nechta ishlatilgan bilmaymiz-ku. Shuning uchun buni x olaylik, buni y olaylik. Ikkalasidan ham foydalanilgan. Va aytaylik 22 bo'lakka ikkita DNK bo'lagi. Qarang, ikkita DNK bo'lagi, bitta bu tomonda DNK bo'lgan, bitta bu tomonga. Ikkala DNK bo'lagi bo'linganligi uchun 20 ta ishlatilgan bulardan. 22 ta bo'lak bo'libdi-yu, chunki mana undan masalan qarang, 1 2 3 4 ta bo'lak bo'lganda 3 ta ishlatilgan bo'ladi. Bunda masalan 10 ta bo'lak bo'lganda 9 ta ishlatilgan. Xullas ikkalasi bittada kam ishlatilgan bo'ladi. Bo'laklar soni mana ularga nisbatan bitta ko'p bo'ladi-yu, shuning hisobidan bular bittadan kam ishlatilgan. Ikkalasiga 22 bo'lakka bo'lib tashadi degani, ikkalasidan 20 ta ishlatilgan. Ya'ni x EQR1 dan y BAMH1 dan ikkalasidan 20 ta ishlatilgan degani. Endi bu birinchi tenglama. Ikkinchisida 184 ta vodorod bog' kesilgan. Demak, ikkalasi 184 ta kesganligi uchun shuncha farq bo'lyapti o'zi. Demak, bu EQR1 x oluvdigu 8x bo'ladi, chunki 8 ta vodorod bog' kesadi. BAMH1imiz 10 ta vodorod bog' kesadi-yu. Shuning uchun 10y bo'ladi, jami 184 taga farq qilyapti. Shu tenglamani ishlaymiz. Demak, 8 ga ko'paytirib chiqsak bo'ladi hammasini. 8x plus 8y teng 160 mi? Bu qator kerak emas. Bular ketdi. 2y teng 24. Y'imiz teng, buni ayirdik. 12. Xo'p, demak BAMH1 dan 12 ta ishlatilgan. 12 dona ishlatilgan. Undan chiqdi, demak EQR1 dan 8 ta ishlatilgan. Bizdan so'rayotgan narsasi guanin va sitozin orasidagi. Tabiiyki EQR1 guanin va sitozinni kesmaydi vodorod bog'ini. BAMH1 kesyaptimi? BAMH1imiz nechta guanin bilan sitozin? Bittasi 6 ta. Bizda 12 ta bormi? 12 tasi deb 6 ga ko'paytirsak 72 degan javob bejavobda turibdi ekan. Xo'p, 68-masalani birinchisi. Ikkita DNK molekulasi tarkibida jami shuncha nukleotid bor, 1200 ta. Birinchi DNK molekulasi. Xo'p, bu xuddi ishlagan masalamiz bilan bir xil ekan. Demak, ikkita DNK molekulasi bor ekan. Birinchisi va ikkinchisi adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Ikkalasida jami 1200 ta nukleotid bor ekan. Xo'p. Endi ikkalasidagi sitozin 270 ta. Sitozin 270 ta. Birinchi DNKdagi 25% timin. 25%. 25% bu, demak bular ham 25% dan. Buni albatta ishlagan edik oldingi masalalarda. Lekin mayli, yana ko'rib chiqamiz, zarari yo'q. Va ikkinchisida
20% adenin bor degani 20% adenin bo'lsa, demak bularga 30% dan qoladimi? Bu ham xuddi shunaqa tenglama ketiladi. Bu birinchi denka x olaylik, ikkinchi denkani y olaylik. X plus y jami 1200 ta nukleotid. Sitazinga albatta 100 ga bo'lib yuborgan holda 25 x plus 0,3 y teng 270. Bu qatorni ham 0,25 ga ko'paytirsak 0,25x yana plus 0,25 y teng 1200 bo'lsa 300 chiqadi. Demak bu qator ketdi endi. Bular ham ketdi. 0,05 y teng 30 y'imiz 600 chiqadi adashmasam. Xo'p. Y 0,05 bo'ladi. To'g'ri. 30 bo'laveramiz 0,05 ga 600 to'g'ri. Xo'p, endi demak bu yerda 600 ta bundan bor ekan, 600 ta bundan bor ekan deb olsak bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsasi birinchi denkadagi adenin va timin orasidagi vodorod bog'lar soni so'ralyapti. 25% mi? 600 tani 100% olib 25% qancha desak 150 chiqadi. Bu degani adenin 150 ta ekan. 150 ni endi nechaga ko'paytiramiz? 2 ga 300 degan javob kelib chiqadi. Chunki ikkita vodorod bog' bor. Va 300 degan javobimiz C javobda turibdi ekan. Va 69-testga keldik masalaga. 69 birinchisi. Denkadagi vodorod bog'lari adenin nukleotidlaridan 4 marta ko'p. Xo'p. Denkadagi sitazin nukleotidlari vodorod bog'laridan 260 taga kam. Denkaning uzunligini toping, bu juda ham oson. Biz har doimgi qoidamiz. Jami nukleotid plus guanin yoki sitazin soni jami vodorod bog'. Endi aytyaptiki, biz sitazinga e'tibor beramiz bu formula uchun. Demak, adenin umuman bizga kerak yo'q hozir. Sitazin vodorod bog'laridan 240 taga kam. Sitazin vodorod bog'laridan 240 taga kam degani sitazin nukleotidlar yig'indisi 240 ta bo'lgan. Agar nukleotidlar soni 240 ta bo'lgan degani bu. 260 uzr, 260 ta beribdi. Kengizga qarab olibmiz. 260 ta deyapti ekan. 260. Bu degani sitazin vodorod bog'laridan shuncha kam degani bu nukleotidlar soniga to'g'ri keladi. Ana endi nukleotidlar soniga to'g'ri keladi. Endi buni denkani uzunligini toping deyapti. 260 bo'lib o'ramiz 2 ga 130 ko'paytiramiz 0,34 ga. 130 ni 0,34 ga ko'paytirsak 44,2 nanometr degan javob chiqadi va bu javobimiz B javobda turibdi ekan. Demak bizga adenin kerak bo'lmadi, shunchaki sitazin vodorod bog'laridan shunchaki kam degani bu vodorod bu jam nukleotidga urg'u berilayotganligini dalolat albatta. Va 70-testimizga kelibmiz. Nihoyat 70-test namunasi. 70-test birinchisi albatta. Denkadagi adeninlar soni jami fosfodiefer bog'larga nisbatan 398 taga, guaninlar soni esa 498 taga kam bo'lib
Ushbu denkadagi jami vodorod bog'lar soni 700 dan tashkil etsa, denkadagi guaninlar sonini toping. Adenin, timin, guanin, sitozin. Qarang endi. Aytayaptiki, adenin fosfodifir bog' keling, mana shu fosfodifir bog'iga ikkini qo'shib beraylik-da. 400 qilaylik. Adenin 400 taga farq qilyapti jami nukleotiddan deylik. Va guanin jami nukleotiddan 500 taga farq qilyapti. Endi 500 ta kam deyapti. Ya'ni 400 ga 98 ga ikkini qo'shib yubordik unga. Demak, guanin shuncha kam ekan, adenin shuncha kamdi. Bu degani adenin guanindan 100 ta ko'p degani. Chunki qarang, guanin nukleotiddan 500 ta kam, adenin esa 400 ta kam. Bu degani adenin 100 ta bundan ko'p degani. Agar guaninni x olsam, adeninni x plus 100 olaman. X plus 100 olaman, buni ham x olaman. Menimcha tushundingiz. Va bizda jami vodorod bog' berilgan. Jami vodorod bog'imiz 700 ta, o'shanga tenglama qilamiz. Demak, buni nechaga ko'paytiramiz? 2 ga, buni 3 ga. Endi birinchi 3x deylik, buni 3 ga plus 2x plus 200 teng 700 ta vodorod bog' bor ekan. Mana shu vodorod bog'iga qilingan tenglama. 5x teng bundan buni ayirsak 500, x teng 100. Bu degani guaninlar soni 100 ta ekan, adeninlar soni 200 ta ekan deb olsak bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsasi denkadagi guanin so'ralyapti, B javobda turibdi 100 ta. 71 javob ekan. 71 ekan, uzr. 71-testi birinchisi. 70-masalani endi ko'ramiz. 71-ko'ribmiz, 71-ni uzr va 70-masalani endi ko'ramiz. 70-masalani birinchisi. Ona va qizning denkasida umumiy nukleotidlar berilgan. Qiz va onaning denkasining farqi berilgan, lekin ona va qizdagi jami guaninlar soni ham berilgan, foiz ham berilgan. Buni xuddi 68-masalaga o'xshab ishlasa bo'ladi menimcha. Mayli, ko'ramiz uni ham. Xo'p, 70-masala. Aytaylik, ona va qiz denkasi adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Endi xo'p, ikkalasida 1200 ta demak nukleotid bor ekan. Onani nukleotid, onaning denkasini x olsak nukleotidni, qiznikini y olsak nukleotidni. Aytayaptiki, ikkalasidagi guaninlar 393 ekan. Guanin soni 393 ekan. Xo'p, endi onaning denkasi tarkibida timinlar 15%. 15% bo'lsa, bu ham 15% bo'ladi. Demak, bular 35% dan bo'lgan. To'g'rimi? Jami 100% bo'lishi kerak axir. Va qizning denkasini 20% adenin tashkil etadi. 20% bo'lsa, hisobotda bularga 30% dan qoladi. Endi bizdan so'rayotgan narsasi qizning denkasi tarkibidagi adeninlar sonini toping. Qizning denkasi tarkibida. Demak, ikkalasida x plus y jami nukleotid 1200 ta va ikkinchisini guaninga tenglama qilamiz. 0.35 x plus 0.35 y 0.30 teng 393. 0.35 ga hammasini ko'paytiramiz endi. X plus 0.35 y teng xo'p 1200 da ko'paytiramiz 0.35 ga 420 qator kerak emas endi bizga.
bular ketdi. 0,05 y teng. Bundan ayiradigan bo'lsak 10 27 bo'ladi. Bu 400 dan ayiramiz 393 ni 420 dan 393 ni ayirsa 27 chiqadi. To'g'ri, 27 y tenganda bo'lamiz 0,05 ga 540 degan javob chiqadi. Bu degani qizda 540 ta jami nukleotidi bor ekan. Endi qizdagi adeninlar sonini toping deganligi uchun 540 dan 100% olamiz va 20% x bo'ladi, chunki adenin 20% va 108 ta bo'ladimi? 108 ta degan javob chiqadi. Bu bizda A javobda turibdi ekan. 70 ni